Azizam, bu menman. Nega qo'ng'iroq qilyapsan? Axir yangi uy olmaguningcha qo'ng'iroq qilma degandim-ku. Azizam, 100 ming yubora olasanmi? Oyimiz jonlantirish bo'limidalar. Hozir pul juda ham zarur. Nima, o'zingni puling yo'qmi? 580 ming to'y marosimiga ketdi. Yig'gan pullarim bir onda yo'q bo'lib ketdi. To'y marosimi, mashina, uy sotib oldim. To'y qildim, mashina va uy sotib olganimdan keyin barini sening nomingga o'tkazib berdim. Menga farqi yo'q. U pullarni hammasi meniki. Ishlatishga urinib ham o'tirman. Xo'p, mayli, ularni unutindi. To'ydan tushgan pullarchi? 400 ming bo'lsa ham bormi? Qarzga berib tursang bo'ladimi, ha? Tez orada qaytaraman. Albatta barini qaytaraman. Bema'nilikni bas qil. Mendan pul ola olmaysan. Voy, yo'q. Nima oyimizni o'lishiga qarab turasanmi endi? U seni onang, meniki emas. Nima qilsang ham o'zing hal qil. Oyi, dadam bizni erta tark etdilar. Butun umr menga g'amxo'rlik qildingiz, endi esa meni navbatim keldi. Sizni saqlash uchun pulni topaman. Yetkazib berish uchun vaqtingiz oz qoldi. Agar yetkazib bermasam jarima bo'ladi. Hozir bu menga ortiqchalik qiladi. Ahvolingiz yaxshimi? Nima, miyam chayqaldimi? Nima? Yumshoqqina, silliqqina ekan. Ha, seni mashinada turtib yuborganim uchun aybdorman. Hammasini haqqini to'layman. Lekin qo'lingni tekkizsang, politsiyani chaqiraman. Yo'q, xudoyim, yetkazib berishim kerak. Ha, mayli, xavotir olmang. Arzimagan narsa bu. Ketavering. Hoy, ismingni aytib ketmaysanmi? Juda ham g'alati yigit ekan. Eltib berish xizmati. Hoy, azizim. Men turganimda ovqatni nima keragi bor? Bu ovoz menga juda ham tanish. Yanshinsang? Azizim, sen bu yerda nima qilyapsan? Ha, Shanshan. O'sha eltib berish ishlaydigan ering shumidi? Yanshinshan. Oila qurganimizga 3 yil bo'ldi. Seni xafa qiladigan biror ish qilganim yo'q. Seni ta'minlash uchun kun-tun ishlayapman. Xafa qilishdan qo'rqib yashardim. Lekin nega bunday qilding? Nima uchun? O'zingga bir qaraganmisan? Oddiy xizmatchisan xolos. Janob Chen esa katta kompaniya egasi. U million pullarga egalik qiladi. U qayerda-yu, sen qayerda? Ha, shunaqa degan. Oyog'ayni, xotining jozibali ekan. La'nati tur, yo'qol. O'zingni bos. Onang hali ham kasalxonada. Agar seni qamab qo'yishsa, onangga kim qaraydi? Yanshinsang. Hali afsuslanasan. Afsuslanishingga majbur qilaman. Hozirgina ularni boshida ham noma'lum sonlarni ko'rdim. Buni tekshirib ko'rish kerak.
Nahotki bu... Nima? Hasharotlarda ham shu son turibdi. Bo'ldi, tushundim. Barcha tirikchorni qolgan hayotini ko'ra olar ekanman-da. Agar o'lim yaqin bo'lsa, sonlar qizarar ekan. Demak, taqdirlarni o'zgartira olaman. Lekin hozir bir amarlab pul topishim kerak. Onam hali kasalxonadalar. Bekorga bu yer qalloblar ko'chasi deyilmaydi. Ko'p narsalar 99% soxta bo'lib chiqadi. Bu narsa haqiqiyga o'xshaydi. Tanlang janob. 500 yil avvalgi buyum ekan. Men davridagi buyum. Ancha qimmat bo'lsa kerak. Yo xudoyim, avval tirik jonlarga qaragan vaqtim ularni qolgan hayoti ko'rinardi. Jonsiz narsalarga qaraganimda ularni yoshi ko'rinadi. Og'ayni, ko'zing ancha yaxshi ekan. Bu tumor jovlar tomonidan kelgan. Yo'q-e. Ha, ancha yaxshiga o'xshaydi. Ajdar yilida tug'ilganman. Nech pul bo'ladi? 300 ming. Ay! To'xta, men o'z narximni aytdim, endi seni navbating. 30 ming. Nech pul? 30 ming? 300 ming emasmi? 30 mingmi? Mayli, unda ketdim. To'xta. Mayli, roziman. Doimiy mijozim bo'lasan unda. Ahmoq bola, bu tumorni arzon bozorda 2 yuanga sotib olgandim. Bemalol ko'raver, lekin tegma. Sindirib qo'ysang o'zing to'laysan. Janob, bir buyum bor edi. Baholab bera olasizmi? Sendami? Ahvolingni qara-yu, nima ham bo'lardi? Rostdan noyob tumor bu. Bu bolakay hech nimani bilmaydi. Qoyil arzonga olishim mumkin. Voy, menga qara, bu ancha yillik buyum. Lekin bunaqalardan juda ham ko'p. Qara, bu yeri qirilib ketibdi. Senga 5000 beraman. Boshingni og'ritmaysan, sotib oldim. Ha, meni jinni deb o'ylayapsizmi? Oy bola, bunchalar xasis bo'lma. Kam pul berayotganim yo'q-ku. Bu buyum Vanli asridan qolgan. Qirollik oilasi tumori. Narxi 180 ming. Boshqa chegirma bo'lmaydi. Tushunarlimi? Yo xudoyim, bu bola narx-navoni bilar ekan. Oy to'xta! Qobiliyatingni sezmabman. 180 bo'lsa bo'ldi, kelishdik. Hozir pulni o'tqizaman. Hisobingizga 180 ming yuan tushdi. Bu pullar bilan oyimni davolata olaman. Qobiliyatim bilan Yanshinshan va Chenlun sizlarni tiz cho'kishga majbur qilaman. Bu yerning egasi bormi? O, yana senmi? O'shanda qayerga ketib qolding? Seni kasalxonaga olib bormoqchi edim, lekin to'satdan qochib qolding. Ha, hammasi joyida. Sendan minnatdor bo'lishim kerak. Avtohalokat bo'lmaganda bu qobiliyatim uyg'onmagan bo'lardi. Erta tongda ko'rgan vaqtim 50 yoshdan ko'p vaqti bor edi, lekin hozir o'limi yaqin qolibdi. Hoy qiz, yaxshi qiz bo'lganing uchun senga bir maslahat berganim bo'lsin. Oldinda katta kulfating bor. Nima? Katta kulfatim bor? Noto'g'ri xayolga borma. Yaqinda muammo bo'lishi mumkin deyapman. 10 daqiqa davomida o'lishing mumkin. Avval yuzimga tegasan, keyin o'lishimni aytasanmi? Mashinada urib yubordi deb bilganimni qilaman deb o'ylayapsanmi? Ha, endi adashmasam, bizni o'limdan saqlab qoluvchi tumorni sotib oling deysan-a? Sendek qalloblarni juda ko'p ko'rganmiz. Ishonmasang ishonma. Nega turibsizlar? Uni bu yerdan olib keting. Lekin uni ahvoli og'ir.
Agar bu yerdan haydab chiqarsak, o'lib qolishi mumkin. Qimmat bemorni joyini egallab turganini ko'ryapsan-ku. Tez orada uni o'g'li keladi. O'sha gadoymi? Eltovsha bo'lsa shuncha pulni qayerdan oladi? Ha, hozir bajariladi. Tezroq bu xonimni yo'qotinglar. Bu xona qimmatbaho mehmonimiz uchun kerak bo'lyapti. Jao oilasi vakili kelyapti. Biz uchun u foydaliroq. Voy, bu nima qilganingiz-a? Bu bemorni qardoshimidingiz, o'z vaqtida kelibsiz. Imzo qo'ysang onangni chiqarib yuboramiz. Nega endi? Ahvollari yomon-ku. Nima o'ldirmoqchi bo'lyapsizlarmi? Bunda kim aybdor? Puling yo'qligi seni momoying. Nima? Tushunmadim, nima bo'lyapti? Men so'ragan xona tayyor emasmi? Agar janob Chenni otasiga nimadir bo'lsa, sizlar javob berasizmi? Hozir bari hal qilinadi. Nima bo'lyapti? Xonani bo'shatinglar degandim. Gadoyvachcha bo'shatgisi kelmayapti. So'chen yana senmi? Qanday uchrashuv? Jonlantirish bo'limida seni onajoning yotganmidi? Hoziroq ularni bu yerdan quvib chiqaringlar. Shunda sizlarga 10 million pul kiritishim mumkin bo'ladi. Xavotir olmang. Biz xayriya bilan shug'ullanmaymiz. Bugun 100 ming to'lang yoki onangizni olib keting. Uni cho'ntagi quruq. Shuncha pul unda qayerdan ham bo'lsin? So'chen, hozir agar tiz cho'ksang, men senga har bir ta'ziming uchun 10 ming berishga tayyorman. Pulingiz bo'lmasa davolanishdan nima foyda? Soqchilar, soqchilar! Bor dedim-ku. Ko'zingizni oching, mana pullar bor. 100 ming pulingiz bo'lsa ham, kasalxonamizdagi har bir kuningiz 100 ming degani.